Ya qancha bo'ldi? 24 ondan. 24 10 dan ha. 2410 ming so'mdan bo'ldi. Erkaklar qancha bo'ldi? Qancha? Qirg'och qo'zlari bo'lsa 2410 ming so'mdan oldi. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat Molqo'y bozori. Kun sanasi 2025-yil 12-oktyabr yakshanba do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz do'stlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan azizlar so'raymiz. Qo'y, qo'zi, qo'chqor hammasini narxlari mana shu videoda bo'ladi. Oldingi videomizda hozir olaytirdik. Ovoz eshitilmay qoldi. Shuning uchun videoni qaytadan olishga harakat qilamiz. Qancha ekan bular? 2,5 so'radi ya. Qirg'ochmi? Qo'chqorcha ekan. Qo'zi qo'chqor ekan. Bittasi irg'ochi ekan. 2,5 million so'mdan so'rabdi. Bular qancha so'rab? 22,5 2,250 ming so'mdan so'rayapti. Qo'zi qo'chqorlar ekan. Ko'rsam, hammasini ko'rsamiz. Like bosib, qo'llab tursak, ko'rsataveramiz. Hech bilan qilyapti? Buni shu 4 to'y bilan birga jiyimda ergachaga. Qaysi bor? Agar siz aytdim. 2,5. Yetishtirib aytdim. 3 million deganmi ergachaga? 2. Bo'pti, bergunchayingiz gapiring. Ha, 1,5 million o'z nimaga savdo qilayotganini bilmayman, lekin bozorim bozorga borasiz. 4,5 million so'm so'rayapti. Ikkita qo'zini do'stlar. Bunga gap top berolmaysiz. Qo'zlar qancha so'rayapti? 32 dan aka bir yil so'rayapti. 32 dan? Qo'chqormi? Qo'chqor aka. Qo'zi qo'chqorlar ekan. 3 million 200 dan bir joyda so'rayapti ekan do'stlar. Qancha bersin? Hech pul ekan bular? Bular qancha ekan nima? Erkaklar bular? Erkak. Qanchadan qildi? 31.75 dan qilyapti. 31.75 dan so'rayapti ekan. Qo'chqor ekan. Qo'zi qo'chqorlar. Qancha so'raysiz? Qaysi so'raysiz? 27-30 million. Qo'chqormi yo irg'ochmi? Irg'ochmi. 2,730 ming so'm so'rayapti ekan bizda. Qancha bo'ldi? Ha? Qancha bo'ldi? 2,740. 2,740 ga olindi do'stlar. Mana shu qo'zi. Irg'och ekan. Aytib oldingiz boya. 43. 4,300 so'rayapti ekan. Bolasi erkakmi? Irg'och ekan bolasi. Yoshi nima? Yoshi so'qqa ekan. Bular nech puldan so'rayapti? 28,5 dan so'rayapti. Irg'ochmi erkakmi? Irg'och qo'zlar ekan. Bular qancha ekan? Hech pul so'radi bu. 6,200 so'rayapti ekan, ikkilasini bir joyda. Irg'ochmi?
Qo'chqorlar ekan. Nechiga qo'shay qayt. Montor pulum bermadi. Montor yarim pulum bermadi. 15 ga beraman. Yermeler bayağı Birörün anı bir öyle. 38 ne dedim? Katta uzun soruyor. Öyle. Qancha ekan? Öyle mi dedim? Ko'zlar qancha ekan? Öyle yarım soruyor. Qirq bozor qancha so'rayapti bozor? 36. 3 million 600 so'rayapti ekan. Erkakmi qachimi? Erkek. Qo'z qo'chqorlar ekan. 1 million 800 dan ekan. 1 million 800 dan so'rayapti ekan. Mana bozor bo'ting ekan. O'tamiz. Birdan o'tib ketmaymiz-ku. Qozlar qo'yib qolibdi. Bular qancha ekan? Nech pul ekan? Nech pul ekan nima? 1 million so'mdan ekan. Bir milyon so'mdan ekan. Qo'zlar. Bu kattalar qancha ekan? 2 million. Kattalar 2 million so'mdan deyapti ekan. Va alaykum assalom. Qancha so'raysiz? Kichkinalarmi? Yine bolalarni 1,5 million so'm so'rayapti. Echkilar. Oy. Qancha so'raydi ekan qo'chqorlar? 3 milliondan. Qo'chqora? Ikkitasi qancha ekan? 3 million so'mdan so'rayapti ekan do'stlar. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat Molqo'y bozori do'stlar. Qancha ekan bular? Nech pul ekan? 33 ta. Qo'chqormi? Qo'z qo'chqorlar ekan. 3 million 300 dan so'rayapti ekan. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Qancha so'raysiz aka? Bering. Nech pul ekan? Bering. 66. 3 million 300 dan qilyapti. Qo'chqormi yo? Qo'chqarcha. Qo'chqorcha ekan. 3 million 300 dan so'rayapti ekan. Bermaysiz, ha? Ikkitasi. Qo'shdiz, hurmat. 6 million 600 ga. Barakalla. Qara, to'rtalasi ham bir joyda yurgan, uyda yurgan. Mayli, Qo'chqorlar qancha ekan? Hech pul so'rayapti. 3 million 530 ming so'mdan bermayapti ekan do'stlar. Qo'chqorlar. Normal ishlasam. 36 so'rayapti. 3 million 600 dan so'rayapti ekan.
Besh puldan so'rayapti ekan. Ha, yanta qo'zlardan olamiz. Qanchadan ekan qo'chqorlar? Besh puldan ekan deyman. Bularni 38 dan qilyapti. 38 dan so'rayapti. Bularga qanday bu? Chachamada 38 dan qilyapti. 3 million 800 dan so'rayapti ekan do'stlar. Aytilishi qancha bo'layapti aytilishi? Aytilishi qancha bo'layapti? Bir joyda 3 million 800 dan. 3 million 800. Aytilishi qancha deyapti? 4 deyapman, o'tirmayman. 4 deyapti ekan. Kelishadigan joyi bor ekan. 3 million 800 dan bir joyda so'rayapti ekan. Qo'zi qo'chqorlar. Uch yarim million so'm so'rayapti. Qo'chqora? Qo'zi qo'chqorlar. Neç pul ekan bu qo'chqorlar ekan? Bilmayman, 11 nima qilyapti? 11 ham qo'yibdi ekan. 11 yarim. İkkalasini bir joyda 11 yarim million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Yoshi kattaroq qo'chqorlar. Bu neç pul ekan? 71. 7 milyon 100 ming so'm so'rabdi. O'sib o'g'irlanib ketdi. Tomoshalarni ham bitardi. Qanchadan tutdi bular? 5 dan qilyapti hozir. 5 dan. Har telefonga chiqarsan. 5 milyon so'mdan so'rayapti ekan bir joyda. Urug'boq qo'chqorlar bor ekan. Yonli evaga kirsang chiqadi. Ko'rsating. Qo'chqorlar bor. Usmat bozorida mana qo'chqarchi deb kelib ko'rsatadi. Mana shu qo'chqorlarda. Qo'zi qo'chqorlardan ham ko'rsatdi. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'smat Mo'g'ulov do'stlar. Jonli efirda ketyapti. Kun sanasi. Novoslar narxlarini tanishamiz do'stlar. Kel Hajiba, belki. Yo'q, qo'rqmayman. Sizda qilmayman. Belki Hajiba. Qancha so'raysiz? 13 million 100 berdik va 100 million talashyapmiz. 13 million. 13 million 100 berdi debdi ekan. 100 mingga talashyapti ekan. Mana shu novos. Ketdi do'stlar. Ketdi 13 million Hajiba ketdi. 13 million so'mmi? Sotildi do'stlar. Ya şehirde var ki. Şehirde bazı. Ot yo'q. Zotli mollar ham chiqadi. Ha, 13 ga sotildi. Mana shu novos savdo bo'lyapti do'stlar.
Qancha so'rayapti? 18 milyon 200. 18 milyon 200 so'm 200 mingga so'rayapti ekan do'stlar. Kimdir molga qiziqadi, kimdir qo'yga qiziqadi. Har xil odam bor. Siz otni qiziqasiz ekan, siz uchun ot qiziq bo'lishi mumkin. Ketdimi? 18 milyon 200. 18 milyon 200 ga baraka bo'ldi do'stlar. Mana shuni olasiz. Sotildi. Boylar biri 30 bor. Baland boyli navoz ekan. Buni qancha so'rayapti? 16 milyon 200 so'rayapti. Mana shuni olasiz. Buni orqa ko'rinishlari. Qancha so'rayapti novosda? 18 milyon so'rayapti ekan, bermayapti ekan. Mana shuni olasiz. Bu yerda yana 1,5 metrlik navoz ham bor ekan, bo'ylar. Uni sherigi ham bor ekan. Qarada. Hech pul so'rayapti. Qancha so'rayapti ekan? 24. 24 milyon so'm so'rayapti ekan do'stlar. Mana shuni olasiz. Boylari 1,5 metr atrofidagi navoz. 24 milyon so'm so'rayapti ekan. Baland boy. Ekranga 2 marta bosib qo'ysak do'stlar, like bosiladi. Az uzun narxini bilamiz. Buni qancha so'rayapti ekan? Qancha so'raydi ekan? Ikkalasi bir xilmi? $24 milyon 200 ming so'm so'raydi. Yigirma bir milyon so'm so'rayapti ekan o'sha ovoz. Bermayapti ekan. 200 kilo go'shtning puli. Bu ne iş bırakın? Bana Qancha? 14 14 milyon 300 so'rayapti ekan. Yoshdan bo'lsa. Qancha ekan buni olsizlar? 14 so'rayapti, narxi olani 15 so'rayapti. 14 ga 15 so'rayapti ekan. Ha, qorasini 14, olani 15 so'rayapti ekan. Qayerda bozor? Jizzax viloyat Baxmal tumani. Osmot bozorida. Xullas, nokatlar.
Allah'ım satıyorsun. Qancha so'rayapti? 13. 13 million so'm so'rayapti ekan, oshna bo'lsa. Bunaqa hech sizga yordamim shu. 11 million 300. Sakralmayman, o'z umrimni to'g'ridan bo'lmadim. Jiyan, Asimataga aralashib. Bitta gapiring. 11 million 300 so'rayapti oshna bo'lsa. Qancha ekan buni ovoz? 5 pul so'rayapti? 9,5 million. 9,5 million. 9,5 million so'm so'rayapti ekan oshna bo'lsa. Klass qo'yasiz. Chachamaysiz. Sog' bo'ling. Qaytib oldingizmi? Shumi? Nimaga to'g'ri? Yaxshi, to'g'ri. Qancha ekan bu? Nechadan nechaga so'rayapti? 10,5, 12, 84, 10 million 200 har xil so'rayapti ekan. Yosh novossalar, ha? Novosa? Yosh novossalar. Shvet sir bor edi-ku. Sog'liq ko'rsating. Qancha ekan bu sog'liqlar? 43,5 bir joyda. 43,5 dan so'radimi bir joyda? Login. 4 million 350 ming so'mdan bir joyda so'radi. Vozmi? Qo'shqor qo'shilgan. Yoshi nima? Soq cho'rpan. Soq chori panji qo'ylar. Ha? Novosmi aka? Qancha so'rayapti? 6,5. 16,5. Ikkalasini 8 million 250 ming so'mdan 16,5 million so'm so'rayapti ekan. Novoscha. Bir kishi sog'liq ko'rsating deganiga bir o'tdim-da. Ha, novos. Turmuş novos ham çok bu. 4 yaşar novos. Bak şu salda. Sarıma. Hadi. Saldır. Qancha so'rayapti ya novosni? Yarimchi? 15 million 300 ming so'm. Yaxshi. 15 million 300 ming so'm so'rayapti buni. Savdo qilyapti. $15 milyon 200 bin so'm. Jizzax viloyati Baxmal tumani Usmon Molqo'y bozori do'stlar. Yo'l kirang, beraman.
Mana katta mollar. Qancha so'rayapti ekan bu bilmaysizmi? Nechi pul so'rayapti ekan? 25? 25 million so'm so'rayapti ekan. Açmaşı. Ha bu nechi pul ekan? Sizdanmi? Meniki bu onda satmazsın bogardim aka. Satmoqchisiz. Qancha so'rayapti? 23,5 million so'm so'rayapti ekan ular Novoshanimiz. Soda bo'ladi. Semizdan olsa ekan, sağ ol. Bor ekan lekin. Va alaykum assalom. Abi zor bo'layapti-ku. Hey! Oyunda şiringe attık, gafirin. Var bereket deseniz, tek yüzünü yerim. Yoldu bana bereket. Ya aslında bereket olsun var. Qanchadan o'tibdi? Koyar ne? Ben bozması alağaysın. Var bereket bana. Tek yüzünü 4 milyon sonra bereket deseniz. 200 tam 24 million so'm so'rayapti. Koyarlar. Koyarlar. Var mı? Yüzünü öpün. Yüzünü öpün. İstesen satmayın. İstesen satmayın. Peki karay. Karay başımda beraber, meyana çekte beraber, beni beraber gösterip çoğup gider. Var böyle. Var. Var yüzünü öpün. Yüzünü öpün. Var. Açın. Qancha bo'ldi? 24. 24 million so'm ketdi buni. Mana shu Novosi. Eshonboq qancha so'raysiz? Qaysi birini? Qashqir. Yigirma 3 million so'm. Ana shu Novosi so'rayapti. 23 million so'm so'rayapti. Mana sizlar. Bu yerda ham bitta Kalgol Novosi bor ekan. Buni qancha so'rayapti bilmaysizmi? Yo'q. Faqat arriqroq ekan. Ha, safar. Like bosishni bilmayotganlar do'stlar. Ekranga 2 marta bosamiz, tap uramiz, like bosinglar do'stlar. Kanalga obuna bo'lganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysak, obuna bo'lamiz. 23 million so'm so'rayapti ekan. Burasını biremem. İki. Almayacak kalamsın. Buna bakıyorum. 57 yarım. 7 ham so'rayapti. Ha, 3 ta Novosi. Dolar 80 bo'lgan. 80 bo'ldi. Ha, 3 ta Novosi 57 yarım so'rayapti ekan. 4 ta Novosi 80 million bo'lgan ekan. O'zi aytsa do'kon bo'lganda bo'lgan beradi. Jazman yana shu yigit jazman aka barakat.
Mana shu 4 talasi. Nargigacha. 80 million so'ra kelingan. Mana shu 4 talasini 80 million so'ra. Qaysi bozor bu? Jizzax viloyati Baxmal tumani O'sma kolxozi. Qancha so'rayapti ekan? 32. Ikkitanimi? Yana bittasi bormi? 32,5 million so'm so'rayapti ekan. Ikkalasi bir joyda. Uzoqdan eshitaveraman. Novoschi. Dehqonda novoschi bor. Ko'jolinglar bormisan? Nima deyapsan bu yoqqa? Qanchadan bo'ldi buzoqlar? 9dan bo'ldi. Novosmi? Novos. 9 million so'mdan olindi mana shu novoschi. Voydod bo'ldi, men seni olib chiqib keting deydi o'sha. Ana bu to'g'ridan Qanday chachimiz? Nematosini oldi. Ha? Nematosini oldi. Qancha bo'ldi? Nemat? Aldi. 21 million. Undan bo'lasiz. Ha, mana shu. 21 million so'mga olibdi. Yana bo'lasi kirdi. Ha. Nima qildi? Endi nechinchi bo'lasi ekan? Ikkinchi deydi. Ikkinchi bo'lasi ekan. Ha, do'st. Osmatdimi, Osmat? Yaksa osmoqda. Chachamaysizlar? Ha? Qayerda? Nimaga? Harri? Endi bilmaydi bu yani. Balkim bir yil tumagandir. Shu ham. Olti kurak ekan ishlar bo'lsa. Usti yaxshi o'xshaydi. Sutini qancha deydi sutini? 21. Bilmaymiz. Ha? So'rash kerak-da. Armoga chachamiz. Ahvollari shu, savlari shu. Nechinchi bo'lasi uni? Ikkinchisi. Novoschimi, unajmi? Erkak. Novoschi ekan. Qancha suti bor? 7. Nech pul so'radi? 28. 28 million so'm so'rayapti ekan. 7 ta suti bor ekan o'sha. Ha. Bu sigir qancha bo'libdi? Nima 24 million 250 ming so'mga oldik. Sizlar oladi. 24 million 250 ming so'mga sotilibdi do'stlar. Sutini nechta? Sutini 8 litr suti bor ekan. Jizzax viloyati Baxmal tumani O'sma kolxozi bor. Ekranga 2 marta ursak, like bosiladi do'stlar. Obuna bo'lib qo'ysak, sizlarga foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Qancha sizlar poddeshkada bo'lsangiz, men ham qo'ldan kelgancha chiqaraveraman do'stlar. Nech pul ekan bu? Qanchamiz? 22 million so'm so'rayapti ekan. Bolasi unajina? Nechinchi bola? 4. 4-bola ekan.
Sütü qancha bor? 5 litr atrofida suti bor ekan o'zi. 24 million so'm so'rayapti ekan. Berilmayapti ekan. $25 milyon. 25 million so'm so'rayapti ekan. Bolasi qachmi? Erkek. Ovozi ekan. Ikkinchi. Bolasi ikkinchi ekan. Qancha suti bor buning? 7 ta suti bor. 7-6 litr suti bor ekan. Bunisi-chi? Bunisi ham 6 ta suti bor. Erkek bolasi. Erkak ekan bolasi. 6 ta suti bor ekan. Bolasi ovozi. Neçe pul so'rayapti uni? 17 million 400 so'rayapti ekan. Ikkinchi bolami? Namozchami bolasi? Munojon ekan bolasi. Suti 7 litr suti bor. Suti 7 litr suti bor ekan. Qalamlar. Buniki nechinchi bolasi aka? Birinchi bola. Namozchami yo? Namozchi ekan bolasi. Qancha suti bor ekan? 5 litr suti bor. Nechi pul so'radi o'zi? 20. 20 million so'm so'rayapti ekan. 5 litr suti bor ekan. Ha. Egalar. Qancha ekan aka bu sigir? 20 deyapmiz barkami. 20 deyapti ekan, kam bor ekan. Bolasi irg'ashimi? Suti qancha aka? Bormi yo'qmi? 2 litrmi? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasimi? Uchinchi bolasi. Uchinchi bolasi ekan. Suti ham ozroq bor ekan. Qaysi bozor? Jizzax viloyat Baxmal tumani O'smat Molqa bozori. Qancha bo'ldi? Hech puldan? 21 million so'mdan qaytyapti ekan. Mana yakka sigir ekan. Qancha so'rayapti? 98 so'raydi. 98. Nechta tug'an? 4 tuqqan sigir ekan bo'lsa. 98 so'rayapti. Rossiya. Dunyo bo'ylab aydan. Charchamaysiz Qancha bo'ldi? 16. Ikkalasimi? Bittasi. Ikkalasini 32 olib tursa. Bo'g'ozmi bu sigirlar? Ha? Nechinchi bolaga? Bittasi 2ga, bittasi 3-bolaga bo'g'ozak sigirlar ekan. Avay bu nechiga bordi? 16 dan olibdi. Bola dedimi bola? Qancha so'rayapti ekan? 10 million 300 ga bermaydi. 10 million 300 ga bermayapti ekan. Yosh qariroqmi deyman-da? O'rta yosh sigir ekan. Ha, G'urojim bozorga ham o'tdim do'stlar. Bu nech pul ekan aka? 70 so'rayapti. 7 million 300 so'rayapti ekan. G'urojim do'stlar. Berilmayapti ekan. Yaxshi, rahmat.
Ha, egeler. Buna ovoz qancha bo'ldi? 6 yarim. Sotildimi? Navozcha do'stlar, buzoqcha navozcha 6,5 million so'm sotildi. Neç pul ekan? 20 million. 4,20 million so'm ekan do'stlar. Bozor necha so'raydi bozor? 18. Bozor 18 million so'm so'raydi beka. Bir joyda. Buna junchalar do'stlar. Sachimaysiz? Bu necha pul ekan? Qancha so'radi? Qancha so'radi? 5 million 700 so'rayapti ekan. Dehqonnikimi? 5 million 700 so'rayapti ekan. Ona ham do'stlar. Yaxshi rahmat, shu. Yaxshimisiz? Qancha so'rayapti? 58. 5 million 800 so'rayapti ekan. Dehqon ha? Ha, dehqonnik do'stlar. Ha? 58 ni men so'rayapman. Mana shu bo'ladi. Bering. Qara qo'y. Ay mayli. Hammaning o'zining xohishi. Aka bering, eko bir chetga ketsin. Nechi? 55 yarim. Ikkalasini bir joyda 56 ga ham bermayapti ekan. 55 yarim so'rayapti. Orol sotarlardan do'stlar. Bering aka, eko bir chetga ketsin. Buni ajini ekaladi. Aka bering. Hech pul so'rayapti? 17 so'raydi. 12 so'raydi aka. 12 million. Ikkalasi birgada. Ha, ikkalasini bir joyda 12 million so'm so'rayapti ekan. Dehqonmi? Dehqon. Dehqonniki do'stlar. On 16 million aytilishi bo'lyapti ekan. Almay chachamaysan. Neç pul qo'yib bular? O alan 71 qildi. Olan 71 so'rayapti. Parolda. Bu ikkalasini 64 dan qildi. Uchalasini 64 dan so'rayapti ekan. Net so'ram, uni chiqaring. Bu qancha ekan? 62 so'rami? 62 so'rayapti ekan. Mana ajin do'stlar. Buni odam ko'rsatinglarmi? Ha. Bo'ldi, ketdi buni. Baxmal tu. Bilmayman. Xo'sh. Qancha so'raydi ekan buni? 83,5 savdo bo'lyapti ekan. Dehqonmi? Dehqonlik ekan. 83,5 savdo bo'lyapti ekan. Buni ajin do'stlar. Dallallar ha. Neç pul ekan aka? 10 million. Bozor neç so'rayapti? Bozor 9 so'rayapti ekan. Yigit adamga ketdi 100 so'chadi. Hı? Canlı. Neç pul ekan? 17,5 so'ra. 12,5 mi, 17,5 mi? Ha, 12,5 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Dehqon ha?
Boğaz bulması gerek. Ha? Ha. Boğaz yaşaydı. Kanalga abone olmayı dostlar. Like basıp. Yemişlerin narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Yemiş narxlarini. Shuning uchun videoni adden saqlayman. Ko'rmay qo'yganlar qaytadan ko'rib olasizlar.